Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Neon Kiberklubni Taxoni narxidagi kompyuterxonaga obzor qilmoqchimiz. Bunda kirib kelasizlar. Kirib kelganlaringda sizlarni barimiz kutib oladi. Snacklar, har xil narsalar yeb o'tirsanglar ham bo'ladi va kofe, choy issiqqina o'zi sezon kelyapti, sovuq sezonlar. Kelib kofe, choy bilan har xil snacklar olib o'tirsanglar ham bo'ladi. Bu yerda bizni общий zalimiz, общий zalda 20 ta kompyuter bo'ladi. Ikkita sostav 5 ga 5 bemalol o'tirib o'ynasa bo'ladi. Endi kompyuterxonamizning konsepsiyasi qanaqa? Kompyuterxonamizning konsepsiyasi shunaqaki, protsessorlarimiz общий zal bilan VIPda bir xil, praktiski, VIPda kuchliroq, uni operativkasi bilan videokartasi kuchliroq, но o'yinda sezilmaydi. Konsepsiya ko'proq aksessuarlarga va udobstvoga qaratilgan. Sizlarni Toy Gaming kreslosi kutib oladi, udobniy rosa. O'tirsalaring, ko'rishlaring mumkin. Dark Project klaviaturamiz bor. Bu mexanический klaviatura. Только kompyuterxonalar mass market hisoblangani bilan uncha odam bunaqa odam o'ziga olib ishlatadigan klaviaturani qo'ymaydi. Bu чисто любой streamerlarda ko'rsalang bo'ladi. Hammada uchratishlari mumkin va albatta bizda Toy Gamingning беспроводной mышкasi bor. Xohlasalar besprovod o'ynasalar bo'ladi, xohlasalar provodini ulab o'ynasalar bo'ladi. Va hozir akkaunt sistema qilib qo'yganmiz, 50% skidka e'lon berganmiz. То есть kelasizlar, o'zlaringiz vход по karta qilib, login parollarni kiritib o'ynaverasizlar. Shu monitor 200 Gz, klaviatuра механический, удобное кресло и расстояние, что немаловажно, 90 сантиметр. Masalan, o'tirganlaringda qo'llaringni qanday qilib o'tirsalaring ham bu oldilaringda o'tirgan odamga hech qachon xalaqit qilmaydi. Endi dальше yursak, albatta sovuq napitkalarimiz, snacklarimiz ko'rishlaring mumkin. Dальше albatta tipa lounge zona, endi masalan har xil situatsiya bo'ladi, futbol bo'lishi mumkin, har xil bo'ylar bo'lishi mumkin. Shu holatda baqa kelib kechga bemalol ko'rishlaring mumkin. Televizor ishlaydi, smart TVlari bor. Bu lounge zonamiz. Shu lounge zonamiz bo'ladi. 75 li televizor qo'yilgan. И дальше o'tishimiz mumkin bu VIP xonamizga. Bu VIP xonamiz bo'ladi. VIP xonamizda aytib o'tganimdek, kompyuter praktически shunaqa. Farqi faqat aksessuar va удобствоda bo'ladi. Kelib o'tirasizlar, albatta уже полноразмерный шумодавli naushnik bo'ladi. Bemalol taqib o'ynasalar ham bo'ladi. И klaviatura bundan ham kuchliroq, Dark Project Daylight. Bu уже более профессиональное решение и kronштейнlarga ega. Bemalol настраиваемый, xohlaganlaringdek настройка qilsang ham bo'ladi. Va mышкamiz HyperX Pulsefire. Bu ham rosa удобное решение. И hozir endi sizlarga bu hamma xonamizning konsepsiyasi удобство birinchi o'rin. Bu xonamizda alohida konditsioner qo'yilgan, isib ketmaslar, и sistema ventilyatsiya bor. Sistema ventilyatsiya qilingan, toza havo bo'lishi uchun, и har bitta xonamizda konditsioner qo'yilgan. Bu kichkina xona bo'lganiga qaramay, konditsionerlar, naushnik podstavka, и uncha joyda ko'rmaysizlar, telefonlaringizda bemalol zaryadga qo'yib o'ynab o'tirsalar bo'ladi. И дальше pro xonamiz bor. И дальше bizda pro xonamiz bor, ko'rishlaring mumkin. Birinchi преимуществоsi hali remontdan hali уборка qilib tugatmadik. Baqa bitta oyna qo'yiladi. Короче, bu xona более профессиональный xona, konsepsiyasi ham shunaqa. И jaluzilar qilingan, agar ichkarida biror kim o'tirsa, albatta o'tgan odam, eshikni ochgan odam sizlarga xalaqit qilmasligi kerak. Kirishimiz mumkin. Xullas, kirganimizda albatta kompyuter, albatta ham xuddi shunaqa sistema ventilyatsiya и konditsioner. Bu xona 2 ga 2 emas, 3 ga 3 mi bo'lganiga qaramay, полноценный konditsioner qo'yilgan. Eshikda kelasizlar, yo'q olasizlar. Endi aksessuarlarga o'tsak. Bu xonamizda eng лучшее решениyalar qilingan. То есть bu DX Racer Master. Bu kresloga o'tirib ko'rsalar ham bilasizlar komfortini. Bu magnitni bo'ladi.
va uncha joyda uchratish qiyin bo'lgan narsa Logitech беспроводной наушник и Logitech Superlight G Pro 2 mishkamiz bo'ladi va klaviaturamiz xuddi shunaqa Dark Project Daylight. Endi bu xona bo'lib professionalni bo'lganiga, bu xonaga уже kompyuter ancha kuchli qo'yilgan, i7 qo'yilgan, kartasi 50-60 qo'yilgan и operativkasi 32 bo'ladi. Bu xonada более bootcamp taqa qilingan, to есть o'tirasizlar, shum kirmaydi, hech kim sizlarga xalaqit qilmaydi, havo yaxshi, чистый havo. Просто kelib, удобство bilan o'tirib, насладиться qilasizlar protsessni. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Endi bu kompyuterxonaga o'zlaring ko'rib turibsizlar уровеньni. Hech qayerda ekonom qilinmagan, hech qayerda qilinmagan, faqat komfort, faqat odamni o'ylab qilingan. Bemalol kelib, o'ynab, maza qilib ketsalar ham bo'ldi. Hammaga rahmat. Bu mini дополнение rolik, основной rolikimizga. Bu VIP xonamiz. Короче, полный kompyuterxona tozalanyapti. Termoplastalar yangilanib, и monitor yangiladik. MSI qo'ydik, 300 Hz, 0.5 millisekund o'tkirlik. Hamma kompyuterlar tozalanyapti. Общий zalimizda чистка ketyapti. Hamma kompyuterlar. Общий zalda ham monitorlar o'zgargan 280 Hz ga. 280 Hz piksel 27 joyi. И Pro xonada Pro xonada ham ulучшение qildi monitorlarda. Bu HKS 420 Hz. Общий hamma kompyuterxonada monitorlar almashdi. $5000 pul ketdi. Hammasi uchun